Assalomu alaykum aziz muxlislarimiz. Bugun sizlar uchun dahshat video qilganmiz. Hozir polni ko'rib, sizlar uchun Sveta muzikalarning eng arzonini, eng zo'r sifatlisini topib qo'yganman. Tez kiramiz, ko'ramiz ketdik. Shu dedi. Montajda qo'yamiz. Aziz obunachilarimiz, bugun sizlar uchun bitta joy topganmiz, Toshkent shahrida, ya'ni butun o'sha Sveta muzikalarni apparaturalarni sotishayapti. Hozir pul bitta obzor olib chiqamiz. Obzordan oldin bitta videoga like va podpiska bosib qo'yasizlar, biz boshimiz mana qo'limdagi pistolet ham sotilyapti, lekin zo'r narsa. Bo'lmasa boshladik. Xo'p, aziz obunachilar, bu sifrovoy pult deb kallam ketib qoldi o'zi. Xo'p, bu o'sha galavalarimizga, Sveta muzikalarimiz pulti o'zini reklami bilan bor. Bu yangi pachka, hali ishlatilmagan bu narsa. Shu narsa ham sotilyapti. Bu $1000 atrofida chiqadi. Kelib, olib, tekshirib tushunadigan bo'lsanglar, bitta to'yxonaga ham, restoranga ham qo'yib qo'ysanglar, zo'r narsa, lekin hammaga maslahat beraman. Xo'p, aziz obunachilar, sizlar ko'rib turgan mana shu galavalarni hammasi sotiladi. Galavalardan tashqari bu yerda zalifkalar ham bor. Galavani o'zi 40 donadan oshiq zalifkalar ham bu yerda juda ham ko'p, har xil turdagisi bor. Bu zalifkalar hammasi ishlatilgan, bu lekin rabochiy holatda. Hammasi kelib, ko'rib, tekshirib olib ketaverasizlar. Zalifka ham где-то 50 tadan oshiq bor bu o'zida. Undan tashqari tutun mashinalari bor, mana tutun mashinalari ko'rsanglar bo'ladi. Mana bu yerda o'sha galavalardan tashqari yana boshqacha BM galavalari bor. Mana tepada bunaqa lazerli deb qo'yishadi, unaqalar ham bor. Bu yerda juda ham ko'p, xohlaganlar tanlab olib ketaverasizlar. Narxlari juda ham arzon qilib beramiz. Xohlasanglar sizlarga optimiga hammasini shuni berib yuboramiz. Hammasini, misol uchun, agar sizda to'yxona bo'ladigan bo'lsa yoki restoran bo'ladigan bo'lsa, bittasini hammasini olasiz, kelasiz, gaplashamiz. Agar optim oladigan bo'lsanglar, misol uchun galamani pulini o'ziga o'sha tutuniyu, anaqasi zalifkasini shunday qo'shib berib yuborishimiz mumkin agar kelisha olsak. Endi zalifkalar har xil turdagisi bor. Bu yerda o'sha 280 dan 300 modeligacha bor, 275 ham bor, hamma modellardan bor. Tutun, dim mashinalar hammasi ko'rib turibsizlar. Mana shu yerda ko'rib turgan narsalarning hammasi sotiladi. Kelib, ko'rib, yoqqanini olib ketsanglar bo'ladi. Lazer narsalar ham bor, hamma narsa bor. Bu muammo emas, xudo xolasa. Endi narxini aytib ketishim kerak. Narxi juda ham qiziq, eng oxirida bo'ladigan narsa. Xo'p, narxi mana shu sizlar ko'rib turgan narsani optimiga emas, kelinglar donaga olamsizlar. Agar optimiga olaman desanglar, haqiqiy egasini nomerini beraman. Past telefon qilib gaplashsanglar ham bo'ladi. Xo'p, galavalarni o'sha bozorda sotiladigan narxi, o'sha do'konlarda turgan narxi $300 dan boshlanadi. 250-300 dan boshlanadi. Biz unaqa demaymiz. $150 dan boshlanadi galavalar. Kelib, ko'rib, tekshirib olib ketaversa, hammasi ishlaydi, xudo xolasa. Endi ozgina chaqchuqlari bo'lmasa, atak ishlab turgan narsa hammasi osilib yoki zakazlarga borib kiyib yurgan, o'sha reklarda borib kiygan narsalar. Juda ham zo'r. Xudo xolasa ko'rib, tanlab olib ketaverasizlar. Xo'p, pastda o'zimni nomerlarimni qoldiraman. Telefon qilinglar, gaplashamiz va olib ketsanglar bo'ladi. Hammaga rahmat. Sog' bo'lasizlar. Instagram.